Bismillah. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan bugun 7-sinf O'zbekiston tarixi darsligining 24-25 mavzulari, ya'ni Somoniylar mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz boshladik. Xo'p, bu mavzuni boshlashdan oldin o'tgan mavzuga bir takrorlash qilib olamiz. Esingizda bo'lsa, o'sha 813-yilda o'sha Ma'mun Harun ar-Rashidning katta o'g'li bo'lgan Ma'mun taxtga o'tirardi. Uni taxtga o'tirishga yordam berganlarni taqdirlardi. Masalan, Tohir ibn Husayn unga yordam berganligi uchun Xuroson bilan Movarounnahrga uni noyib qilib tayinlardi 821-yilda. Xuddi shu paytda Somonxudodning nabiralariga ham shahar va viloyatlarga noyib qilib tayinlardi. Mana Nuhga Samarqandni berardi, Ahmadga Farg'onani berardi, Yahyoga Shosh bilan Ustrushonani va Ilyosga Hirotni berardi. Endi umumiy hukmdor bu yerda Tohir bo'lib turibdi. Tohir ham Xurosonning, ham Movarounnahrning hukmdori. Endi mana bu Farg'ona, Shosh, Ustrushona, Samarqandlar bu Movarounnahr tarkibiga kiruvchi kichkina viloyatlar. O'sha kichkina viloyatlarda mana bu Nuh, Yahyo, Ahmad, Ilyoslar Husaynga bo'ysungan holda bu viloyatlarni boshqarar edi. Endi bugungi mavzuni boshlaymiz. Xo'p, Somoniylar, o'sha Somonxudodning nabiralari nazarda tutilyapti bu yerda. Demak, 9-asrda Movarounnahrda siyosiy hayotda o'zgarishlar yuz berdi. Yurtga deyapti, ya'ni o'sha hukmronlik qilayotgan mana Nuhning ukalari vafot etgandan keyin avval umumiy hukmdor bu yerda Nuh bo'ldi deyapti. Undan keyin esa Nuh vafot etgandan keyin esa Ahmad boshchilik qildi deyapti. Ularning har biri o'z nomidan misdan chaqalar zarb ettirdi. Nega misdan? Sababi bu paytida faqat hokimlargina misdan zarb qildirishi mumkin edi tangani. Haqiqiy hukmdorlar esa kumush yoki oltindan tanga zarb qildirish huquqiga ega bo'lgan. Misdan faqat viloyat hokimlarigina mis chaqa chiqarishi mumkin edi. Demak, Nuh ham, Ahmad ham viloyat hokimi bo'lib faoliyat ko'rsatgan. Endi Ahmad vafot etganidan keyin esa eski kitobda 865-yilda Ahmad vafot etdi deyiladi. Uning o'g'li bo'lgan Nasr Samarqandni markazga aylantiradi, ya'ni poytaxtga aylantiradi. U Movarounnahrning barcha viloyatlarini Xurosondan ajratib olish choralarini ko'rdi. Mana esingizda bo'lsa, hozir xaritani ochamiz mana. Mana bu yer. Xo'p. Mana hozirgi O'zbekiston hududi mana bu yerdan Amudaryo oqib o'tadi. Amudaryoning mana bu qismi Movarounnahr, mana bu qismi esa Xuroson edi. Demak, mana Movarounnahr bilan Xuroson bitta edi arablar paytida. Ikkalasi bitta hudud edi. Endi Nasr nima qildi? Mana bu ayniqsa mana Movarounnahr qismini, ya'ni hozirgi O'zbekiston qismini dedi, Xurosondan ajratib alohida qilib chiqamiz dedi. Xo'p, endi va 9-asrning oxirgi choragi, bu 875-yildan 900-yilgacha bo'lgan davr. Movarounnahrning deyarli barcha viloyatlari Somoniylar qo'l ostiga o'tdi. Nasr butun Movarounnahrning hukmdoriga aylandi endi. Uning nomi bilan kumush dirham zarb etdi. Mana endi kumush ko'tyapti. Demak, qachonki haqiqiy hukmdor bo'ladi, undan keyin kumush dirham chiqarsa bo'ladi, mustaqil bo'lgandan keyin. Xo'p, Somoniylarning kelib chiqishi. Manbalarda Somonxudodning kelib chiqishi haqida turli xil ma'lumotlar bor. Ba'zi manbalarda aytilishicha, Sosoniylar bu Eronda hukmronlik qilgan o'rta asrlardagi sulolaning nomi. Demak, Eronda hukmronlik qilayotgan Shohanshoh, Sosoniy sulolasidan bo'lgan Shohanshoh Hurmazd 590-yillarda hukmronlik qilgan. Uning harbiy qo'mondoni Bahrom Chubin degan kishi bo'lgan ekan. O'sha Somonxudodlarning kelib chiqishi Bahrom Chubinga borib taqalar ekan. 6-asrda endi bu voqea. Bahrom Chubin avval Armaniston va Ozarbayjonga, undan keyin Eronning Ray viloyati va Xurosonga noyib qilib yuborilar ekan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Bahrom Chubin kelib chiqishi bo'yicha Sosoniylar xizmatidagi O'g'iz turklaridan bo'lgan deyiladi. Ya'ni Eronda Sosoniylar saroyda xizmat qilgan ekan, o'zi kelib chiqishi bo'yicha O'g'iz ekan u. Uning avlodlari keyin Balxda yashab, shu yerda Xuroson va Movarounnahrning turli hududlariga noyib qilib yuborilgan ekan. Somonxudodning borib qolishiga ham o'sha noyiblik qilib u ham yuborilgan Buxoroga. Ko'p o'tmay Nasr mana Ahmadning katta o'g'li Nasr edi. Endi uni kichkina o'g'li Ismoil nima qildi? Men ham toju taxtga da'vogarlik qilaman deb chiqdi. Natijada ikkalasining o'rtasida
888-yilda nima bo'ldi? Jang bo'lib o'tdi. Bu jangda afsuski Nasr yengiladi va Ismoil g'olib chiqadi. Shundan keyin Ismoil Somoniy Movarounnahrni birlashtirib mamlakat tuzish uchun harakat boshlaydi. Shimoliy sharqiy hududlar endi Shimoliy sharqiy hududlari mana 893 deylik mana. Bu yerda mana Somoniylar bor edi mana. Movarounnahrda alohida ajratib oldi. Uzoqlashib ketdi, sal yaqinlashtiraylik. Mana. Endi shimoliy sharqiy degani mana shimol bu tomon, sharq bu tomon. Shimol bilan sharqning o'rtasi mana bu tomon bo'ladi mana. Bu tomonda mana Qoraqoniylar. Va mana bu hali egallanmagan yerlar mana bu oq yerlar. Demak, shimoliy sharqiy hududlarga yurish qildi. Tez orada Taroz shahrini zabt etib, dashtliklarga qahsatqich zarba berdi deyapti. Eslab qolamiz, mana shu savol tushgan. Taroz shahrini zabt etib, deganda nuqtalarga qahsatqich zarba berdi, dashtliklarga. Shu joyini demak eslab qolamiz. Xo'p, Movarounnahr aholisining mustaqillikka erishishi arab xalifaligiga yoqmasdi. Mana xaritadan yana qaraymiz. Mana bu Movarounnahr ham, Xuroson ham arablarniki edi bu paytda. Lekin bu ikkita hududning mustaqillik erishishi bu ikkita hududning ham mustaqillikka erishishi arablarga yoqmasdi. Shuning uchun arablar bu yerda hukmronligini qayta tiklash uchun bu yerda o'sha Movarounnahr qismida Somoniylar hukmronlik qilayotgan bo'lsa, Xuroson qismida esa Safvoriylar hukmronlik qiladi. Mana Xuroson qismi ham bu yer bo'lsa, o'sha mana bu qismida Safvoriylar hukmronlik qilardi. Bu yerda esa Somoniylar. Demak, Xurosonda Safvoriylar, Movarounnahrda Somoniylar hukmronlik qilayotgan edi. Va o'sha paytdagi xalifa Mutazid Safvoriy hukmdor bo'lgan Amr ibn Nasga xat yozdi. Agar dedi Ismoil ustidan g'alaba qozonsang dedi, Movarounnahrni boshqarish huquqini ham senga beraman dedi. Natijada Ismoil bilan Amr ibn Nas o'rtasida 902-yilda jang bo'ladi va bu jangda Ismoil g'olib chiqadi. Natijada arab xalifasi o'ylagan ishning teskarisi bo'ldi. Aslida Amr ibn Nas g'olib chiqish kerak edi xalifa uchun. Lekin Ismoil g'olib chiqdi. Natijada endi xalifa Amr ibn Nas o'ldirilgandan keyin Xurosonni boshqarish huquqini ham Ismoilga berishga majbur bo'ldi. Ismoil Somoniy butun Movarounnahr va Xurosonni o'z qo'li ostiga birlashtirdi va Buxoroni endi poytaxt qildi. Demak, Nasr paytida Buxoro Samarqand edi. Ismoil Somoniy davriga kelib esa poytaxt Buxoro shahriga ko'chirtirildi. Xo'p, Isfijob bu qaysi shahar? Bu Sayram. Sayram bu hozirgi Qozog'iston hududiga to'g'ri keluvchi shahar. Xo'sh. Demak. Bu yerda Somoniylar davrida Registonga bir saroy qurish buyurildi deyapti. Registon degani bu hozirgi Samarqanddagi Registonni tushunmanglar. Registon bu o'rta asrlarda hamma shaharda Registoni bo'lgan. O'zi Registon degani bu shaharning markaziy maydoni degan ma'noni bildirgan. Mana 6-sinfda o'sha Rimda markaziy maydon forum deb atalardi, Yunonistonda agora deb atalardi-ku. Xuddi shunday o'rta asrlarda bizada Registon o'sha ma'lum bir shaharning markaziy maydoni bo'lgan. O'sha joyda bitta saroy qurdirgan o'sha Nasr paytida va bunga ko'p mol sarflandi deyapti va bu yer kimlar uchun? Bu yer devonlar uchun. Devon nima? Devon bu hozirgi zamonaviy til bilan aytganda vazirliklar, masalan, Ichki ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi bor-ku. O'sha paytda vazirlik emas, devon deb atalgan. Birinchisi bosh vazir devoni, ikkinchisi moliya devoni, uchinchisi davlat hujjatlarini boshqarish ishlari devoni, soqchilar boshlig'i devoni, xat-xabar mutasaddisi devoni, saroy ish boshqaruvchisi devoni, davlat xos mulklari devoni, muhtasib devoni, vaqf ishlari devoni, qozilik devoni, xullas kalom jami 10 ta devon bo'lgan. Bu haqida Abu Bakr Narshahiy o'zining Buxoro tarixi asarida aytib o'tgan. Endi boshqaruv ikkita idoradan amalga oshirilgan. Birinchisi amir dargohi, ikkinchisi devon. Amir dargohi degani bu hukmdor o'tiradigan saroy, masalan saroyda hukmdor taxtda o'tiradi, yonida amaldorlar bo'ladi, eng katta lavozim. Birinchi, ya'ni boshqaruvning bir qismi shu yerdan amalga oshirilgan bo'lsa, ikkinchisi esa devonlar, ya'ni vazirliklar. Bizlarda zamonaviy til bilan aytganda vazirlar mahkamasi bor.
unda barcha vazirliklar ishtirok etadi. Faqat vazirliklar bo'ladi bu yerda. Boshqa lavozim egalari bo'lmaydi. Mana shu ikkita idora orqali amalga oshirilgan. Shu narsa aytilyapti mana bu yerda mana. Xo'p, endi Nasr ibn Ahmad, ya'ni Nasr 2-davrda Registon maydonida, demak, o'sha devonlar uchun saroy qurdirdi, boyagi ma'lumot aytilgan narsa. Endi mahkamaga ishga kirish uchun xizmatchilar Qur'on ilmini bilish kerak bo'lgan, shariatning asosiy qoidalarini yaxshi bilish kerak bo'lgan, arab, fors, turk tillarini puxta bilish kerak bo'lgan va turli fanlardan xabardor bo'lish kerak bo'lgan aslzodalar, ya'ni boylardan tanlab olingan. Xo'p, davlat ishlariga qabul qilishda ma'lum bir talablar mavjud edi, deyapti. Endi davlat ishlari uchun davlat tilini mukammal bilish kerak bo'lgan, zamoniy huquq me'yorlaridan xabardor bo'lish kerak bo'lgan, tarix, adabiyot ilmlaridan boxabar bo'lish kerak bo'lgan, hisob-kitob ishlarida bilimdonlik va hokazolarga ega bo'lish kerak bo'lgan. Ismoil Somoniy saroyining maxsus muntazam sarbozlardan iborat yaxshi qurollangan harbiy qo'shin tuzdi, deyapti. Yaxshi uzoq xizmat qilgan sarbozlarga hojib lavozimini berdi. Hojiblarning boshlig'i esa Hojib ul Hujob yoki Hojib ul Buzruk deb atalgan ekan. Bunday unvonlar Somoniylar saroyida oliy unvon hisoblangan. Endi lashkarlar ikkita toifaga bo'lingan. Birinchisi, doimiy faoliyat ko'rsatuvchi saralangan qism gvardiya va urush paydo bo'lgan, ya'ni urush xavfi bo'lgan paytlarda yig'iladigan askarlar. Hop, demak, doimiy harbiy xizmatdagi askarlar va qachon urush bo'lsa chaqiriladigan askarlarga bo'linar ekan. Endi saralangan qismlardagi xizmat kamida 8 bosqichdan iborat ekan. Bu bosqich oddiy askarliklardan boshqalar ekan. Oddiy askarlik visoq boshi deb atalar ekan. Ya'ni u 4 ta kishidan iborat guruhga boshchilik qiluvchi. Hop, undan keyin xayl boshiga o'tilar ekan. Xayl boshi degani bu kichik qo'shin qo'mondoni. Bu darajaga tegishli tartib-intizom, talablar doirasida xizmat qilganlargina erishgan xolos, deyapti. Endi Ismoil Somoniy vafot etgandan keyin o'zaro bosh-boshdoqliklar boshlandi. Mintaqaning Yettisuv bilan Qo'shg'ar qismida boshqa bir siyosiy sulola Qoraxoniylar kuchayib ketdi. Ular hujum qila boshladi bizaga. Mana 10-asr oxirida hokimiyat Qoraxoniylar qo'liga o'tdi, deyapti bizada. Bu yerda mana. Xo'p, xaritani ochamiz. Mana bu tomonda edi Qoraxoniylar, mana Qo'shg'ar tomonda. Endi bular 10-asr oxirida mana bu hududga bostirib kelishdi. Xo'p, Qoraxoniylar mintaqaning Qo'shg'ar, Yettisuv, Mo'ri nahri qismlarida hukmronlik qila boshladi. Xuroson, G'azni viloyatlarida esa G'aznaviylar hukmronlik qila boshladi. Yana xaritaga qaytamiz. Mana bu qismlarida Qoraxoniylar hukmronlik qildi. O'rtada chegara Amudaryo bo'ldi. Pastki qismida esa G'aznaviylar hukmronlik qila boshladi, deyapti. Demak, shu tariqa Somoniylar ikki qismga bo'linib olib, uning shimoliy qismlari Qoraxoniylarga, janubiy qismlari esa G'aznaviylarga o'tdi. Xo'p, davom etamiz. 9-10 asrda katta yer egalari kadivarlarni ishlatishdan ko'ra o'z yerlarini qishloq jamoasiga ijaraga berishni yaxshi ko'rgan. Ma'qul ko'rgan, deyapti. Kadivarlar kim edi? Eslab olamiz. Kadivar degani yeri bo'lmagan, dehqonga qaram, qishloqning dehqonga qaram aholisi edi. Endi undan ko'ra bular iloji boricha yomon ishlashga harakat qilgan, lekin yer egasi iloji boricha yaxshiroq ishlagan odamga berishni ma'qul ko'rgan. Sababi yaxshi ishlagan odam ko'p hosil oladi. Ko'p hosil olsa, buni ulushi ham ko'proq bo'ladi. Ya'ni beriladigan soliq ham ko'p bo'ladi degan. Endi o'sha zamonlarda ijarachilar barzikor yoki qo'shchilar deb atalgan. Xo'p, davlat soliqlari xiroj va ushur. Xiroj degani bu yerdan olinadigan soliq. Mana misol uchun men yerni ijaraga oldim. 1 gektar yerga g'alla ekdim. G'allam 900 kilo chiqdi hosili. Shu 3 qismga bo'linadi. 300 kilodan. Shuning bir qismini davlat xiroj solig'i sifatida olib qo'yadi. Xo'p, endi bunaqa soliqlar ham yer egasidan, ham qo'shchilardan olingan. Mana misol uchun men yerim yo'q, men ijarachiman-ku. Men ham yerni egasiga hosilimdan bir qismini soliq qilib beraman, ham davlatga beraman. Xo'p. Xo'sh, harbiy yurishlar, hukmron sulolaning ichki nizolari va o'zboshimchaliklar borgan sari avj oldi. Nihoyatda natijada o'sha bosh-boshdoqliklar boshlandi. Hattoki bu davrda shu darajaga borib yetdiki, o'sha harbiylarga maosh berish uchun xazinada pul qolmay qoldi. Natijada 1 yilda 2 marta soliq undirib olindi. Bu esa qo'zg'olonga sabab bo'lgan.
Xo'p, Ismoil Somoniy haqida to'xtalib o'tamiz. Farg'onada tug'ilgan. 849-yilda 14 yoshida otasi Ahmad vafot etgan. Akasi Nasr qo'lida qoladi. Oxir-oqibat akasini ham yo'q qiladi, xullas. 888-yilda o'ldiradi akasini. Unga aqlli, adolatli, fikr va tadbir egasi deb ta'rif berilgan. 892-yilda butun Movarounnahrda o'zini hukmronligini o'rnatadi. Xo'p, bu haqida Azamat Ziyo o'zining O'zbek davlatchilik tarixi asarida ma'lumot bergan ekan. Xo'p, endi Somoniylar davrida qulchilik munosabatlari ham bo'lgan. Agar qul qochib ketsa, uni hech kim qidirmagan ekan. Endi savol tug'ishi mumkin. Qaysi davlatda qul qochib ketsa, uni hech kim qidirmagan desa, bu Somoniylar deb javob berasizlar. Xo'p, Somoniylar xizmatida ham turkiy qullar bo'lmagan deyapti. Xo'p, mana misol uchun oddiy qullardan ham katta lavozim egalari chiqqan deyapti. Misol uchun mana Samjuriy, Alptegin, Tosh, Foyiq shular jumladan. Masalan, birgina Alpteginning o'zi mana Somoniylarning sobiq quli bo'lgan. Keyinchalik bu G'aznaviylar davlatiga asos soladi mana shu odam. Uning o'g'li bo'lgan Sobiqtegin ham qul bo'lgan. U ham hukmdor bo'lgan, keyin qullikdan hukmdorlikka chiqqan. Bu haqida hali G'aznaviylarda o'tamiz. Xo'p, mana Alpteginning Nishopur bozoridan sotib olgan Sobiqtegin ismli yana bir quli bo'lgan deyapti. Nishopurdagi bozordan sotib olgan ekan Sobiqteginni. Xo'p, endi mana bu yerda Somoniylar davridagi yer egaligi turlari berilgan. Birinchisi mulk sultoniy, ikkinchisi mulk yerlari, vaqf yerlari, mulk xos va jamoat yerlari degan turlarga bo'lingan. Turlarni yodlaymiz. Sababi boshqa davlatlarda ham turlari bor. Masalan, Mo'g'ullar davrida ham turlari bor, qisqaradi, nomi o'zgaradi. Shuning uchun nomlari bilan sonini aniq bilishimiz kerak. Mulk sultoniy bu sultonga tegishli bo'lgan yerlar, mulk yerlari bu xususiy yerlar, har bir odamga tegishli bo'lgan yerlar. Vaqf yerlari bu masjid, madrasalarga sovg'a qilingan yerlar. Mulk xos degani bu oliy martabali din peshvolar va sayyidlarga tegishli bo'lgan yerlar. Jamoat yerlari esa hamma foydalanishi mumkin bo'lgan yerlar. Endi 10-asrda yirik mansabdorlarning davlat oldida xizmatlari uchun yer va suvdan iborat katta yer mulklar inom etish boshlandi. Ular iqto deb atalgan. Demak, iqto 10-asrdan boshlab berila boshlangan ma'lum bir xizmatlari uchun. Uni olgan adamsa muqto yoki iqtodor deb atalgan. Dastlab iqto butun umrga emas, balki o'sha xizmatini bajarayotgan vaqtidagina berilgan odamlarga, nasldan naslga o'tkazilmagan. Xo'p, shu bilan demak bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar.